Assalomu alaykum superga paranlari salonininki a'zolari yaxshimisizlar? Mana shu superga paranlari degan salon qurilganligini ko'rib men haqiqatan xursand bo'ldim. Albatta har qanday bir salonninki o'zgartishlik maqsad moddaga nishoni bo'ladi. Mana shu bu salonimizningki maqsadi ham bo'lsa, ozgina maqsad bilan mikrofilmlar bilan yaxshi ideyalarni kuchab tashviq qilishgan. Shuning uchun men buning bir qo'llovchisi bo'lash suhbatim bilan o'zim azroq bir mikro holatdagi bir hikoyatdan birini so'zlashni loyiq topdim. Burungi zamonda bir podshohningki zamonasida bir kishi o'zininki tugisiga tash etib, tugisini to'siman deb yandagi bir kishiga ehtiyotsizlikni tekitib, u kishini o'ldirib qo'ydi. Shuning bilan u kishininki o'g'illari qozi mahkamasiga intiqom berish uchun, dadasining qon qisosini berish uchun shu o'ltirgan kishini tutib bog'lab olib bordi. Apağandan keyin qozi bütün ahvollarni so'rab, rostliqni isbotlagandan keyin o'ltagichiga eng oxirgi hayotindagi telefonga o'tirib qo'ydigan vaqtida u kishi deydi: "Mening uyam ijroq bir joyda, men 3 kungacha berib qaytib kelay. Berishdagi maqsadim shuki, men bütün mol-mulk meroslarimni bolalarimga taqsim qilib etib, qo'ygan boyliklarimni, o'rinlarini hammani oshkorlab berib kelay" deb iltimos sundi. Shuning bilan qozi aytdi: "Bu kishi uchun kepil bo'lganlar bormi?" deb. Atrofdan bir kishi men chiqay deb kepil bo'ldi. Shuning bilan bu kishi ketdi, bir kun o'tdi, 2 kun o'tdi. 3-chi kuni bo'lgan vaqtida asr namozidan keyingi vaqtda jiroqdan bir kishi asrab o'mdab chiqib kelayotgan, qarsa naqshu o'ltagichi. Shuning bilan andan qozi aytdiki: "Sen agar bugun kelmagan bo'lsang ham o'limdan qutulib qolding. Nima uchun shuncha hasrab o'mlab chip kelgan degan vaqtida men ana shundoq sizdek bir yaxshi adolatlik haq bilan so'raydigan bir qozininki zamonasida va'dasida turadigan rostchil kishilar qolmabdi deb qolmasin deb atiga qolmasdan bugungi 3-kunimdan qilib qolmaslik uchun hasrab o'mlab chip keldim" dedi. Shu vaqtida qozi aytadigan kepil bo'lgan kishiga: "Sen bu kishini tanamsan" deganda, "Yo'q, men tanimayman." Xo'p, sen tanimaydi ekansan. Agar bu 3 kun ichida kelmagan bo'lsa, seni buning o'rnida o'ltiradiq. Unda bo'lsa, sen tanimaydigan kishiga qanday bo'lib kepil bo'lding degan vaqtida u kishi aytadiki: "Endi men sizdek bir adolatli, yaxshi bir qozining zamonasida endi bu kishilarda bir-birsiga mehr muhabbat ko'tarilib ketibdi, bir-birsiga ishonch qolmabdi, kishilarning oliy himmatliklari qolmabdi degan so'zni bo'lmasligi uchun mana shu o'zimning jinimni tavakkul qilib bu kishi uchun kepil bo'ldim" degandan keyin Mao otasining qisosini elishga kelgan o'g'illar iltimos sunadi ekan. "Bo'ldi, biz bu kishininki jinidan kechdik" deydi ekan. "Voy nimaga sizlar shuncha otamning qisosini olib beranglar deb kelgan-ku" desa, "Mana bu kishi va'dasi turish uchun sodiqlik bilan 3 kunni o'tkazmasdan chepib kelibdi. Bu kishi tanimaydigan bir kishi uchun o'zining jinini alqiniga olib turib kapolat bo'lib, mehr muhabbatni taqitibdi. Undaq bo'lsa, bizlar ham mushu kishilar qilgan ishning birisi bo'lgan kan qo'saqlik kechirib o'tish degan ishni qilib, bu kishini ozodlikqa erishtirishni loyiq topdik" deydi. Demak, shuning bilan bu kishi o'limdan saqit bo'ladi ekan, bular yig'ilishib, quchoqlashib ko'rishib ketadi ekan. Eng oxiridagi bu manzarani agar tasavvur qiladigan bo'lsak, haqiqatan bir ta'sirlanib ko'z yashgagidek bir manzara. Demak, mushu xil manzarningki xulosasi nima desa, birinchidan dunyo rostchillik bilan go'zal. Dunyo ishonch bilan go'zal. Dunyo kan qo'saqlik bilan go'zal. Demak, biz o'zimizga kan qo'saqlikni, rostchillikni, bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatni ayamaylik. Rahmat.